Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana 2026-yilni ham boshlab oldik. 2026-yilni talafotsiz, jarimalarsiz boshlamoqchi bo'lsangiz, ushbu navbatdagi videomizni tomosha qilishingizni so'rab qolaman. Kanalimizga bir savol kelib tushgan. Ushbu savolning yechimi o'laroq sizga ham 100-200 millionlik jarimadan xoli bo'ladi degan umiddamiz. Assalomu alaykum Akobir aka. Mening ismim Bobirjon. Tadbirkorlikni yaqinda boshlaganman. Sizning kanalingizni kuzatib boraman. Biz Kadbit tadbirkorlikni endi boshlaganlar uchun foydali maslahatlar berib boryapsiz. Bu uchun katta rahmat. Sizga bir savolim bor edi. Men 2025-yilning boshida Samarqand shahrida noturar binoni ijaraga olib, dorixona ochganman. Ijara shartnomasi muddati 2025-yil 31-dekabr kunigacha edi. Bugun 3-yanvar dam olish kuni. Ijara shartnomasini nechanchi sanagacha tuzsam bo'ladi? Ijara shartnomasi tuzilmasa qanday soliq oqibatlariga olib keladi? Javob uchun oldindan rahmat deyilgan. Bu savolni batafsil ko'rib chiqamiz. 2021-yil 22-sentyabrda Vazirlar Mahkamasining 595-sonli qarori qabul qilingan. Ushbu Vazirlar Mahkamasining qarorida quyidagilar keltirib o'tilgan. Uni o'qib eshitiraman. Yuridik shaxslar tomonidan ko'chmas mulkni ijaraga berish yoki tekin foydalanish shartnomalarini davlat soliq xizmati organlarida hisobga qo'yiladi. Bunda jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan ko'chmas mulkni ijaraga berish yoki tekin foydalanish shartnomalarini davlat soliq xizmati organlarining elektron tizimlarida hisobga qo'yish masofadan turib faqat elektron shaklda amalga oshirilishi belgilab qo'yilgan. Shu bilan birgalikda davlat soliq xizmati organlarida hisobga qo'yilmagan shartnomalar asosida ijaraga olingan yoki tekin foydalanayotgan mol-mulk obyektlarida saqlanayotgan tovar moddiy zaxiralari qoldiqlari sanoqdan o'tkazilmaydi va soliq maqsadlarida soliq to'lovchining omborida mavjud emas deb baholanadi deb belgilab qo'yilgan. Bu esa Soliq kodeksining 223-moddasiga asosan soliq bazasini yashirish yoki kamaytirib ko'rsatish deb baholanadi va yashirilgan, kamaytirib ko'rsatilgan soliq bazasi summasining 20% miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Agar siz jarimaga tushmay desangiz, zudlik bilan ijara shartnomasini tuzing va soliq organlarida hisobga qo'ying. Ijara shartnomalari ijara soliq.uz sayti orqali masofadan turib elektron tarzda amalga oshiriladi.